Dadasi, Ha, qarang. nima? Mana bu internetda Hop. juda ham chiroyli ko'ylak bor ekanda, skidkaga ekan, olib bera qoling. Koni desa, shuncha koniging bor. Shkafni ochsa, araniydi ko'ning. Nima qilasan shuni? Qachongacha mana bu armsoqdan qolgan ko'ylaklarimni kiyib yuraman, skidka ekan, ko'p qimmat emas, olib bera qoling. Ha, bo'pti, boralim, kartani bilasan, o'zing o'rgin. Rahmat. Arzimaydi, menga qara, o. Hamma kartani pulini suv qo'yib yubormang tagiga, tejabsizlar. Hop. Aynan mana shunday holatda ijtimoiy tarmoqlarda onlayn savdo-sotiq bilan shug'ullanaman deya sodda fuqarolarni aldab kelgan qiz qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, 2007-yilda Samarqand viloyati Tayloq tumanida tug'ilgan fuqaro Instagram ijtimoiy tarmog'ida ayollar kiyimlari va parfumeriya mahsulotlarini onlayn savdosi bilan shug'ullanish niqobi ostida 10 ga yaqin soxta akkauntlar ochgan hamda u yerga arzon narxdagi ayollar liboslarining sotilishi bo'yicha e'lonlar joylashtirgan. Fuqarolardan kiyimlar to'lovi uchun 21 ta bank kartalariga pul o'tkazdirib olgan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eng achinarlisi, endigina 19 yosh bo'lgan ayblanuvchi hozirgacha respublika bo'ylab 150 ga yaqin jinoyatlarni sodir etgan.